ulug'lari, men ham bugun qutlay sizni elning oldidan. Tinchlik degan shior bizga, shior hamisha. Shiorimiz tarqalmoqda, qit'alar osha. Biz yoshlarimiz, ishchi dehqon hamda talaba. Tinchlik albatta yer yuzida qilgay g'alaba. Zamon bizning zamon, davron bizniki. Tegramizda yer va osmon, imkon bizniki. Demak, qadrli o'rtoqlar, shu qarsaklaringizdan ma'lum, endi sahnaga O'zbekiston xalq artisti, O'zbekiston xalq noibi Sherali Hoji Jo'rayevga beramiz. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Ayyom juda ko'p yor birodarlarda to'plangan kuni, urug'larda, qarindosh urug'da, yor birodarda, elatlarda, do'stlarda yig'ilgan kuni. Shu kunda mana chiroyli gaplar bo'ldi. Vatanimizni mustaqillik bayramini chiroyli nishonlab oldingiz. Bugungi to'y ham shunga ulanib ketyapti. Barchangizning xonadoningizda shunaqangi chiroyli to'ylar bo'lishini tilaymiz. Alloh taolo o'sha o'ylagan chiroyli kunlarimizga hammamizni yetkazsin. Amin. Endi men bir narsaga uzr so'rayman. Faqat sizlarga biz teskari bo'lib qoldik. Shuning uchun uzr so'rayman. Onaginam Darul aman kunlar keldi, shafaqlari bu kunlarga yetganlar bor, yetmaganlar bor. Chor tarafda shaylanishar va sozlashar tor. Olcha gulim ko'zlaringga surtasan behol. Bu kunlarga yetganlar bor, yetmaganlar bor. Bağlarında yetilgüsü her meyveli şah, rızktır bizge rızka daim, dileyişliktir. Oğlanların keler mene açıp kucak, oğul kızlar meva kabi bir şirinlikdir. Anaginem Darul aman kunlar keldi, shafaqlari bu kunlarga yetganlar bor, yetmaganlar bor.
Onaginim o'zing tortma davralardan el chorlaganda tiriklikni bayrami deb sozlaganda tog'ar o'zing so'lg'in lablar bilan pichirlaganday bu kunlarga yetganlar bor yetmaganlar bor bu kunlarga yetganlar bor yetmaganlar O'z asli aka-uka edik, endi ota-bola deyaveramiz. Sababi u kishi sal bizdan kattaroq. Endi buva bo'lgandan keyin ota-bola bo'ladi-da. Shuning uchun bundan bir necha yillar avval men hali Sherali Jo'rayev bo'luvdimmi, bo'lmovdimmi ish qilib shu yerlarda konsert bo'lib yurgan paytlarda Abdubuva uyga chaqirdilarda mehmon qilib o'tirib endi ashula eshitsa kerak dedim-da. Ozgina gaplashib o'tirganimizdan keyin ikkita ashula aytdim, bo'ldi, aytmadi. Nima his qila boshladim endi. Nimaga aytmayman endi? Ashula aytmasam maza qilmasam. Bo'ldi. Nimaga desam, charchaysan. Men 10 soat aytsam ham charchamaydigan paytim bo'lmasa. Keyin bir qancha hikoyalar qilib berdi. O'sha katta haligi ashulachilarning nomlarini aytdi. Haligi Italiyani katta ashulachilarini ham aytdi. Shu dedi, bitta ashula aytadi, xolos o'qunasizlar deydi. Bitta ashula aytib 1 soat dam oladi keyin deydi. Hatto bir ochiq havoda ham ashula aytmaydi bular deydi. Endi sen ham deydi, shunday qilib ko'p aytmagin. Bittadan ashula aytganda shu dam olib yurgin, o'shanda uzoqqa borasan bolam dedi. Keyin xo'p aka dedik, keyin aytdilarki, biz dedi bir qancha aka-ukalarimiz dedi. Sen ham shu bizni bir ukamiz deysan, shu bugundan boshlab dedi. Shu bizni aka-ukaligimiz o'shandan boshlangan. Mana endi hozir aytyapmiz, endi o'sha xonadonning kattasi bo'lgani uchun biz ota deb aytamiz. Hozirgi qo'shig'imiz endi shu Abdubuvaga ataladi endi. Joningizga jon bo'lay, jonimga darmonim otam. Kamtarin piri badavlat, shavkatim shonim otam. Gül hayatım, kürk yartım, usta bağbanım atam. Siz bilen yok zerreçe dillerde armanım atam. Arzigay candan tavaf etsem atam küz kaşni. Var vücudum ortana var, töksem rivet yaşni. Daima mihnet bilen
ko'kka ko'targin boshni joningizga jon bo'lay jonimga darmon adab aqli rasa farzand otani jondir parpirab yongan chirog'i tanda tamaza qoldir Adab nadan olrancı alami kanıdır Caningizga can bulay canimga darmonim otam Kimtarim belavlat şavkatim şanım otam arziga jondin tavob etsam otam ko'z qoshni bor vujudim o'rtanar to'ksam rivat yoshni daima mehnat bilan ko'kka ko'targin boshni joningizga jon bo'lamay jonimga darmonim otam daima mehnat bilan ko'kka ko'targin boshni joningizga jon bo'lay jonimga darmonim otam kimtarim piru badavlat shavkatim shonim otam